Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga Respublika davlat mukofoti hamda mehnat shuhrati ordeni sohibi O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayevning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Shukur Xolmirzayev 1940-yilning 24-martida Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug'ilgan. 1963-yilda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Dastlabki hikoya va ocherklari 1958-yilda nashr etila boshlagan. Adibning Oq otli, To'lqinlar, 18 ga kirmagan kim bor qissalari, shuningdek Olis yulduzlar ostida, Hayot abadiy, Og'ir tosh ko'chsa, Yo'llar yo'ldoshlar, Bodom qishda gullaydi, Tog'larga qor tushdi singari hikoyalar to'plamlari chop etilgan. Shukur Xolmirzayev So'nggi bekat, Qilko'prik, Yo'lovchi, Olabuji, Dinozavr kabi romanlar, Qora kamar, Ziyofat dramalar muallifidir. Aziz kitobxonlar, yozuvchi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.